Sizlar, demak, bugungi Ziyodabegim bular maktabiy ta'lim yo'nalishi sirtqi ta'lim shaklida o'qiyotgan 3-kurs talabalari aynan maktabiy ta'lim tashkilotida faol bo'lib yurayotgan ta'limchilar ham bor bularning ichida. Bugungi mehmonimiz bilan mana shu Germaniya Respublikasida istiqomat qilayotgan Tübingen universiteti ilmiy xodimi Ziyodabegim Qosimova bilan birgalikda dars tashkil etmoqchimiz. Sababi mavzumuz aynan Germaniyada maktabiy ta'lim tizimi haqida. Demak, men sizlarga qandaydir uzun ta'limdan materiallar bo'yicha ta'lim bergandan ko'ra, avvalo birinchi yerda istiqomat qilayotgan o'zi 2 nafar farzandni har kuni shu maktabgacha ta'lim tashkilotiga olib borib ta'lim tarbiya shug'ullanayotgan ham olim ayol, ham ustoz, ham ona bilan birga hamkorlik qilishga qaror qildik. O'ylaymanki, darsimiz juda ham chiroyli bo'ladi. Sizlarga iltimos qilamiz, diqqatlaringizni chekingizda va o'zingizni qiziqtirgan savollaringizni Ziyodabegim ma'lumotlar bilan bemalol berib, sizlarning javobini olishingiz mumkin bo'ladi. Ziyodabegim, rahmat. Avvalo sizga juda ham katta. Assalomu alaykum. Juda ham xursandman. Shu imkoniyatni berganinglarga rahmat. Ozgina bo'lsa ham o'zimni bilimlarimni talabalar bilan bo'lishsam va albatta qo'limdan kelgancha savollar bersam, kelajakda shu amaliy tajribaga ega bo'lishga ozmoz o'zimni hissamni qo'shsam juda ham xursand bo'laman. Hop, boshlasam bo'ladi? Bo'ladi, bemalol. Aha, yaxshi. Demak, men tanlagan mavzu Baden-Württemberg federal o'lkasi misolida bog'chalar va ularga oid konsepsiyalar. Germaniyada 16 ta federal o'lka bor, ya'ni bu O'zbekistondagi viloyatlarga to'g'ri keladi. Men olgan hudud bu Baden-Württemberg o'lkasi, ya'ni men yashayotgan hudud hisoblanadi va bu yerda o'zlarini bog'cha maktab konsepsiyalarini respublikadan kelgan buyruq orqali emas, balki har bitta federal o'lkani o'zini ta'lim vazirligi hal qiladi. Bu konsepsiyalar asosan mahalliy yerdagi aholi va bolalarni ehtiyoj va muammolarini e'tiborga olgan holda shakllantiriladi. Misol uchun ba'zi o'lkalarda ko'proq diniy yo'nalishda bo'lishi mumkin yoki ba'zi o'lkalarda juda ham har xil davlatlardan kelgan odamlarni bolalari ko'pligini hisobga olgan holda haligi международный deydi, xalqaro konsepsiyani amalga oshirishi mumkin yokidir qaysidir hududda boshqa tilli bolalar ko'p bo'lganligi hisobiga ingliz yoki rus tili yoki fransuz tilidagi va hokazo bog'chalar ham tashkil qilinishi mumkin. Germaniya konstitutsiyasi bo'yicha bolalar 3 yoshga to'lgandan keyin har bitta bolaga joy ajratib qo'yilishi konstitutsiyada ta'minlangan. Bu bolaning huquqi hisoblanadi. Shu sababli Germaniyada 3 yoshdan boshlab turib bog'chaga bormaydigan boladan ko'ra bog'chaga boradigan bolalar soni ko'proq. Bundan tashqari har bitta bolani aytganimizdek tashkillab qo'yilgan. Bu degani bola nogiron bo'ladimi? Til bilmaydigan, misol uchun chet eldan kelgan odamlarning bolasi bo'ladimi? Farqi yo'q. Ular hammasiga joy ta'minlanishi shart va bular albatta inklyuziv yondashuv hisoblanadi. Bundan tashqari har bitta bolani ham farqlarini hurmat bilan e'tirof etiladi va bog'cha tomonidan bundan tashqari shu albatta davlat shu berilgan hududni konsepsiyasida keltirib qo'yilgan. Misol uchun nogironligi bo'lgan bolalar deylik, maxsus bog'chalar bo'ladi, aravada bo'lsin yoki qanaqadir autistik yoki Down sindromiga chalingan bolalarni shu shahardagi ma'lum bir bog'chada o'zini shu sohaga mo'ljallangan pedagogik o'zini pedagoglari bo'ladi va o'sha bolalar xuddi oddiy bolalar kabi o'sha bog'chalarga tashrif buyurishi mumkin. Bundan tashqari aravada yuradigan, yurolmaydigan bola bo'lsa, bog'chalar shunaqa tashkil qilingan, lift bo'ladi, ularga kirishga qiyinchilik tug'dirmaydigan sharoitlari yaratib qo'yilgan bo'ladi va bolalar shu bog'chaga tashrif buyuradi, lekin bu bog'chalarga sog'lom bolalar ham bemalol borishi mumkin. Bog'cha pullariga keladigan bo'lsak, ayrim federal o'lkalarda bog'chalar 3 yoshdan boshlab
bepul hisoblanadi. Biz yashayotgan Baden-Vyurtemberg o'lkasida bo'lsa, ota-onani yillik daromadiga qarab narx belgilanadi. Buni yaxshi tomoni shuki, agar ota-onani misol uchun yillik daromadi kam bo'ladigan bo'lsa, bolaga bog'chasiga oshini pul bera olmaydigan bo'lsa, bu bola tekinga yoki shu arzimagan ovqat pulini hisobiga arzimagan pul to'lab borishi mumkin. Deylik, so'mda 10 ming, 15 ming so'm bo'lishi mumkin. Lekin ota-onani daromadi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, bu summa 600-700 yevrogacha ko'tarilishi mumkin. Lekin bu aynan bitta gruppada yuradigan ikkita bola bo'lishi mumkin. Bu ya'ni adolatni ta'minlaydi. Har xil sharoitdan kelgan bolalar ham bitta gruppada tengma-teng sharoitni o'rganishi, yurishi va o'sha bog'chadagi berilgan sharoitlardan foydalanishi mumkin. Bundan tashqari, har bitta bolani ehtiyojiga yarasha izchil yo'naltiriladi. Aytganimizdek, bu yerda bolalar turma xil. Shu sababli har 5 bola uchun bittadan tarbiyachi qo'yiladi. Bu degani, agar bog'chani misol uchun 25 ta joyi bo'lsa, bu degani 5 ta tarbiyachisi bo'lishi kerak va undan ortig'iga ola olmaydi, chunki bu qonundan tashqari hisoblanadi. Va nima uchun bunaqa 5 ta bola, shu 5 ta bolani orqasidan bog'cha opa yurish kerakmi deyishingiz mumkin, yoki shu 5 ta bola bitta gruppada o'tiradimi deyishingiz mumkin. Yo'q, unaqa emas. Bu yerda bog'chalar har xil xonalarga bo'lib qo'yilgan va bolalar bemalol u xonadan bu xonaga kirib o'ynab yurishi mumkin. Va o'sha xonani kattaligiga qarab, misol ehtiyojga qarab, aytaylik, rasm chizadigan, plastilin yasaydigan xona bo'lishi mumkin, yoki yana bitta xonada misol oshxona o'yinchoqlari o'ynaydigan xona bo'lishi mumkin, yana bir xona kutubxona qilib turib shu kitob o'qiydigan xona bo'lishi mumkin va hokazo, yoki teatr xonasi bo'lishi mumkin. Bolalar o'zlari xohlagan har xil teatr kiyimlarini kiyib ko'rib, o'zlari xohlagan rollarini o'ynashi mumkin. Xuddi shu xonada bolaga misol uchun qancha bola kirishi xonani razmeriga qarab avvalo juda ham ko'payib ketmasligi kerak va bolani bitta xonada misol uchun 10 ta bola, bitta xonaga 10 ta bola kirib o'ynashi kerak bo'lsa, bu xonada ikkita o'zi shu xonani bog'cha opasi o'tiradi. Ya'ni har bitta xonaga kirganda bog'cha opa kuzatib o'tiradi, kim kiryapti, kim chiqyapti. Lekin o'sha xonada aytaylik, bola to'lib qoldi, 10 ta bolaga joy bor rasm chizadigan xonada. Demak, eshikni yopishadi, qizil kartonda qizil ilib qo'yishadi, xuddi svetofor kabi. Demak, boshqa bola keldi, qizil ekan ko'rdi, demak boshqa xonaga kiradi. Agar yashil turgan bo'lsa, bola kirib bemalol o'ynab yana chiqib ketishi mumkin keyingi xonaga. Shu uchun ham bola misol uchun o'zini nimagadir majburdek his qilmaydi. Aytaylik, ertalab 8 dan 10 gacha bo'lgan vaqtda rasm chizgisi kelsa rasm chizadi. Hattoki shunaqa xonalar bor, bola dam oladigan xona. U endi kravatlar qilinmagan, oddiy misol matraslar yozib qo'ygan. Ertalab bola yaxshi uxlamadi kechqurun, lekin ota-onasi ishga borish kerak, bolasini olib keladi, bolam charchagan deydi, xo'p deydi. Xonaga kirganda shu maxsus ertak aytib turadigan magnitofonlar bilan ta'minlangan yoki muzika bo'lishi mumkin. Bolaga yoqib qo'yadi, bola xohlasa uxlab olishi mumkin. Bu ham bitta anaqasi. Va albatta har bitta bolaga individual yondashiladi, yoshiga mos, har tomonlama faol izlanishga undovchi va ijodiy tarzda amalga oshiriladi. Ya'ni majburlab bola o'tirib nimadir qilish kerak, bugun bizni mavzuyimiz shunaqa, unaqa qilasan degan narsa yo'q. Xo'p, endi har bitta bolaga yo'naltirilgan Baden-Vyurtemberg tomonidan asosiy talablar bu: bolalar dunyoni o'yin orqali o'rganadi va nemis tilini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash kundalik faoliyatga singdirilgan holda olib boriladi. Bolani asosiy bazaviy ehtiyojlari qondirilgan bo'lishi kerak. Ya'ni qorni to'qmi, vaqtida hojatga borganmi, tagligi tozami, kayfiyati, ob-havoga qarab kiyinganmi, yetarlicha suyuqli ichganmi, bola kasal emasmi, bularga albatta birinchi o'rinda bog'cha opalar e'tibor beradi. Bundan tashqari, bolalar dunyoni tajriba orqali o'rganishi belgilab qo'yilgan. Ya'ni bu degani pedagogning vazifasi ularni kuzatib o'tirish, nima qilayotganini. Agar bola yordam so'rasa yoki qanaqadir bir xavfli yoki nimadir mumkin bo'lmagan holatga kelib qolgan paytdagina pedagog yordam berishi mumkin.
qolgan payt bolani bemalol erkin qo'yib berishadi. Bolalar huquqlari ham juda ham muhim hisoblanadi Germaniyada va ularni himoyasi. Ya'ni birinchi o'rinda bola ham alohida shaxs ekanligini unutmasligini yozib qo'yilgan. Bu degani tarbiyachilar bolalarni o'zini qanday his qilayotgani yoki diskriminatsiya bormi yo'qmi, chunki bu yerda turli davlatlardan kelgan bolalar bor, turli dinlarga mansub bolalar bor. Misol uchun bola bir-birini so'kib qo'ymayaptimi, bilmadim. Bizda bo'ladi-yu, hazil qilib qora tappa deydi, haligi karis deydi, u deydi, bu deydi, shu tomondan yoki bo'lmasam diniga nisbatan nimadir yomon gap aytib qo'ymayaptimi. Albatta bu tomonlarini kuzatish kerak va bog'chapa ham juda ham o'zi ehtiyot bo'lish kerak. Misol uchun boshqa din yoki boshqa millatdan kelgan bolani o'zini ehtiyojiga qarab turib hurmat darajasini saqlashga va jismoniy kuch ishlatmaslik bu muhim hisoblanadi. Bu yerda shu Yugendam degan tashkiloti bor, bolalar bilan shug'ullanadigan tashkilot. Hattoki bolalarni ota-onalar uyida urgan paytda ham bemalol bolani olib qo'yishga haqqi bor. Endi bu bog'chada hattoki bog'chapa bolaga baqirishi ham mumkin emas. Va bolaga qo'l tekkizishdan oldin so'rash yoki uni ogohlantirish, hattoki bolani pampersini yoki kiyimini almashtirish kerak bo'lsa ham, bu bolani o'zini shaxsiy hududini ta'minlashga yordam beradi. Misol kelajakda bizda ham ko'payib ketdi pedofiliya masalalari. Kimdir ko'chadan bir odam kelib turib qo'lini ushlaganda yoki bo'lmasam kiyimiga bir joyga tekkanda bola tushunish kerak, что meni ota-onamdan boshqa begona odam kim bo'lishidan tashqari bog'chapami boshqami so'rash kerak menga tegishdan avval. Yoki aytib qo'yish kerak, hozir seni pampersingni almashtirishimiz kerak deb. Va bu bola yoshligidan o'zini shaxsiy hududi muqaddas ekanligini tushunib boradi. Bolalarni yo'q, to'xta, xohlamayman deyishga o'rgatish. Bu umuman boshqa bolalar kelib turib urishmoqchi, o'ynamoqchi bo'lsa, kimdir kelib unga misol o'zini nuqtai nazarini singdirmoqchi bo'lsa yoki haligi yosh bola bir-birini itaradi, suradi, u qiladi, bu qiladi va bu albatta muhim signal hisoblanadi. Boshqa bolalar ham shu narsani o'rganadi. Va bolalarni ota-onasidan beruxsat video va rasmga olmaslik va tarqatmaslik. Bu misol biz ham ota-ona sifatida bolalarimiz bayramlariga boramiz, lekin bizga ham mumkin emas rasmga olishimiz, videoga olishimiz. Buni bog'cha o'zi qiladi va o'zimizga fleshka qilib videosi bo'lsa fleshkasini tashlab berish mumkin yoki bo'lmasam shu bolalarning maxsus mana bunaqa albomlari bo'ladi. Buni meni o'g'limniki mana va olib boriladi rasm bilan bo'lgan voqealar va bog'chani bitirayotganda buni ota-onani qo'liga beradi, esdalik bo'lib qoladi va bu orqali bolani yana bitta misol uchun mediadagi xavfsizligi ta'minlanadi. Va bolalarni xavfli vaziyatlardan asrash va yolg'iz qoldirmaslik. Aytganimizdek, har bitta bola qayerga o'ynagani borsa o'sha yerda o'zini javob beradigan bog'cha opasi bor va bu bog'cha opalar bog' bo'ladimi, ko'cha bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, bolani o'ynashga qo'yib beradi, lekin qandaydir xavfli vaziyat tug'ilganda bolaga ko'z quloq bo'lib turish kerak. Bog'chalarni oilalar bilan hamkorligi. Ota-onalar unutmaslik kerak, bog'cha va ota-onalar bolalarga birdek mas'ul. Va ota-ona va bog'chani yaxshi hamkorligini belgilari bir-biriga ishonch, hurmat va muammolarni ochiq hal qilish. Bolaning rivojlanishi, ehtiyojlari, muammolari haqida oilasi bilan muntazam suhbat o'tkazish. Bolani muammosi bo'lsa uyda ota-ona kelib bemalol bog'cha opasi bilan gaplashishi mumkin yoki bola nimagadir qiziqishi bo'lsa buni bog'cha opasiga aytib qo'yishi mumkin. Bog'cha opa shunga qarab bolani yo'naltiradi yoki teskarisi. Bog'chada bola nimagadir qiziqayotgan bo'lsa buni ota-onaga aytadi bog'cha opa va bolani shu qiziqishga moslab uyda ota-onasi rivojlantirishi mumkin yoki nimadir muammosiga qarab. Oilalar va bog'chalar birgalikda turli bayram, proyektlar, aksiyalarga taklif qilinadi va bu ham bog'cha bilan ota-onani hamkorligini rivojlantiradi. Ya'ni ota-ona misol nimadir utrенник bayramga tashkil qilinganda shunchaki mehmon bo'lib ketmaydida, tashkillashtirishga yordam berishi mumkin. Birgalikda nimadir chiqishlar qilishi mumkin va hokazo. Ota-onalar bog'cha uchun nima qilishlari mumkin?
Xo'p, bog'chalarda bu yerda korrupsiya masalasi juda ham qattiq hisoblanadi. Avvalo, bog'chalar ma'lum bir summadan ortiq e, sovg'ani olishi mumkin emas. Pul yig'ish masalasi ham juda ham qattiq hisoblanadi. Xo'p, bunga qanaqa yechim topishgan? Bog'cha bilan birgalikda ota-onalar bog'chada, misol uchun, uyidagi eski o'yinchoq, bolalarini kiyimlarini olib kelib sotadi va o'sha tushgan pulni bog'chani fondiga o'tkazib berishi mumkin va bu bog'chani yana o'sha bolalarni ehtiyojlariga, yangi o'yinchoqlar olishga, materiallar olishga ishlatishi mumkin. Yoki bo'lmasam har xil shahar bayramlari, yangi yil yarmarkalari ota-onalar uylaridan pirogmi, pechenyemi, har xil narsalar olib keladi. O'sha bog'chaga ota-onalar bilan bog'cha opalar birgalikda chiqib bitta bufet tashkil qilib, kofe, choy, o'sha ichimliklarni sotadi va bundan tushgan pul ham yana bog'chani fondiga yo'naltirilishi mumkin. Va kerak bo'lganda ota-ona bog'chani tashkiliy ishlariga yordam berishi mumkin. Ya'ni bog'da nimadir yordam kerak bo'lsa, bolalar mana oshxo'rak bo'ladi, oshxonada ishlatilgan sochiqlar bo'ladi. Bitta ota-ona olib ketib, bu safar yuvib kelishi mumkin, keyingi safar boshqa ota-ona olib ketib yuvib kelishi mumkin. Yoki tarbiyachilar kam bo'lganda dejurda turish. Aytganimizdek, har 5 ta bolaga bitta tarbiyachi mas'ul bo'lsa, misol uchun qish sezonida aytaylik koronavirusdan keyin kuchayib ketdi, sovuq bo'lgan paytda bog'cha kelolmay qolsa bog'cha yopilishi kerak. Shuni oldini olgan holda bitta ota-onani vaqti bo'lishi mumkin 5 ta bolaga qarab turadigan. Kelib bemalol bog'cha yordam berib, bolalarga qarab turishi mumkin. Xuddi shunaqa oshxonada ham yordam berishi mumkin. Xo'p, aytib o'tganimdek, ota-onalardan besabab pul yig'ish, sovg'a olish mumkin emas. Xo'p, bola rivojlanishini 8 ta asosi bog'chalarda bu tana va harakat. Bolalar harakat orqali o'rganadi, ya'ni sog' tana, sog'lom aql. Kuzatish va o'ylash. Bolalar kuzatadi, solishtiradi, savollar beradi va shu orqali tafakkur rivojlanadi. Ya'ni qush inida ko'rganini qiladi. Bu degani bog'chapami, ota-onami bolaga namuna bo'lishi kerak. Til va aloqa. Bu fikrlashni va ijtimoiy aloqalarni asosiy kalitidir. Ayniqsa, turli xil joylardan kelgan bolalarni yagona tilda so'zlashishi muhimdir. Til bilgan el bilur deganidek, bolalarni nemis tilida tili rivojlanishiga astoydil harakat qilishadi. Ijtimoiy rivojlanish. Bolalar bo'lishishni, kutishni, yordam berishni va do'stlikni o'rganadi. Ular qoidalarni va adolatni o'rganishi kerak. O'yin tugasa, bola o'zi o'ynagan o'yinchoqlarni yig'ishtirib qo'yishi, tozalashga yordam berishi, ovqat vaqti bo'lganda dasturxon tayyorlashga qarashi, yeb bo'lgan idishini yig'ishtirib va o'tirgan joyini artib qo'yishi va axlatni maxsus qutilarga ajratishni bilishi bu bog'chani tartiblaridan hisoblanadi. Emotsiya va motivatsiya. Bolalar o'zining va o'zgalarning his-tuyg'ularini tushunadi va ularni boshqarishni o'rganadi. Tarbiyachi motivatsiya beradi, lekin majburlamaydi. Madaniyat, qadriyat, din. Bolalar turli millatlar, urf-odatlar va dinlarni, ularni hurmat qilishni va tolerant bo'lishni o'rganadi. Estetik ta'lim, rasm chizish, yasash, qo'shiq aytish, raqs tushish, ijod orqali o'zini ifoda etish. Bolalar o'zini kreativligini, fantaziyasini bemalol ishga solishi mumkin. Va media ta'limi. Bolalar raqamli dunyo bilan ishlashni va xavf-xatarlardan ogoh bo'lish kerakligi o'rgatiladi. Internet, smartfon, telefon, kompyuter kabi gadjetlar, bular foydali maqsadda ishlatilishini bolalarga tushuntirib boriladi. Mana misol sifatida bolalarni bog'chadagi turli xil bayramlaridan yoki bir shu xonalaridan bir misol sifatida qo'yganmiz. Agar shu joygacha bo'lgan savollar bo'lsa, bemalol berishinglar mumkin. Bo'lmasa yana bitta punkt qoldi. Shuni ham aytib o'tib ketaman va oxirida savol-javob qilishimiz mumkin. Bo'ladi. Xo'p, yana bir asosiy Germaniya bog'chalari tomoni bu tabiat va bolalar. Bu bolalar Germaniyada yoshligidan chiniqtiriladi, ya'ni qishda derazalarni ochib shamollatib turish bu shart va majburiy. O'rmon va fermalarga tashrif buyurib turishadi, tabiat va hayvonlar bilan do'st bo'lishni o'rganadi. Har qanaqa ob-havoda tashqariga o'ynagani chiqadi. Bolalar kiyimini kir qilishi tabiiy holat va buni ota-onalar ham, bog'cha ham tushunishi kerak. Bu uchun bolalar so'kilmaydi. Va Germaniyaning eng mashhur bir shu maqoli bor: yomon ob-havo yo'q, lekin ob-havoga mos bo'lmagan kiyim bor.
Shu sababli har bitta bog'chada ota-onalar man ko'rib turganinglardek rezinka sapog, yomg'ir o'tkazmaydigan kurtka, ishtonlarni har bitta bog'chada ilinib turiladi. Qanaqa ob-havo bo'lishidan qat'iy nazar bolalar ko'chaga chiqib bemalol xohlagancha o'ynashi uchun. Shu men bugun tayyorlaganlarim shulardan iborat edi. E'tibor uchun rahmat. Agar savollar bo'lsa, bemalol berishinglar mumkin yoki tushunmagan joylaringlar bo'lsa, javob berishga xursand bo'laman. Menga ovoz yaxshi kelmayapti. Iloji bormi? Yaqinroq kelib nima qilib? Assalomu alaykum. Avvalambor assalomu alaykum. Germaniya maktabgacha ta'lim tashkiloti qolgan davlatlar bilan nimasi bilan farq qiladi va maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilarining yutuqlari haqida aytib bera olasiz? Xo'p, aytib o'tganimdek, bu yerda respublikadan kelgan, ta'lim vazirligidan kelgan buyruq orqali emas, balki har bitta viloyat, tuman o'zini bog'chasini o'sha yerdagi bolalarning ehtiyojidan kelib chiqib hal qiladi. Men o'ylayman, bu juda ham yaxshi narsa. Chunki misol uchun Berlinda yashayotgan odam, vazirlik deylik, Berlindagi vazirlikning talabi misol men yashayotgan Baden-Württemberg o'lkasiga tushmasligi mumkin yoki farq qilishi mumkin yoki u narsalarni qilib bera olmasligi mumkin. Shu sababli ham bog'chani qanday bo'lishini o'zlari hal qilish kerakligi menimcha juda ham yaxshi hisoblanadi va albatta bu diskriminatsiyaga yo'l qo'ymaslik. Misol uchun migrant bolalari bo'ladimi, qochoqlar bolalari bo'ladimi, dini nima bo'lishidan qat'iy nazar hamma bolaga bog'cha ta'minlab qo'yilgan va nemis bolasi bilan teppa-teng Afrikada kelgan bola bo'ladimi, musulmon bola bo'ladimi, hindu bola bo'ladimi, billa bitta gruppada birgalikda yurishi mumkin va ularga teng imkoniyatlar yaratib qo'yilganligi. Xo'p, yutuqlarini aytadigan bo'lsak, menimcha eng katta yutuq shu va bu maktabga shu bog'chadan boshlab tayyorlanishi, ya'ni misol uchun bola 6 yoshdan maktabga boriladigan bo'lsa, bola 4-5 yoshligida, ya'ni maktabga borishdan 1,5 yil avval bog'chada maxsus med komissiya kelib turib, medosmotr o'tkazadi hamma tomonidan, jismoniy, aqliy, savollarga javob berish tomonidan va o'shanga qarab turib ota-onaga va bog'chaga tavsiya beradi bolani 1,5 yil ichida maktabga tayyorlash uchun nimalarga e'tibor qaratish kerakligi. Men o'ylashimcha shu eng katta yutuq hisoblanadi. Javob uchun rahmat katta. Ziyoda begim, afsuski vaqtimiz 5 daqiqa qolibdi. Sizga rahmat. O'ylaymizki yana davom ettiramiz. Mana o'zimni ham savolim bor. Masalan, darsga tayyorlanish jarayonida ko'rdimki, eng ko'p Germaniyada bog'chaning turlari ko'p ekanda. Masalan, shulardan bitta o'rmon bog'chalari. Shu ham masalan meni qiziqtirdi. Qisqa mana shu o'rmon bog'chalari nima uchun bunaqa bog'chalar yo'lga qo'yilgan? Ha, aytganimdek, misol uchun mana o'zimiz qo'shnimizni bolasi o'rmon bog'chasiga boradi. O'rmon bog'cha ichida joylashgan. Bu ota-onalar bola tabiat bilan birga bo'lsin degan. Ya'ni haligi ota-onalar, shunaqa ota-onalar bor. Ming yillar davomida biz o'rmonlarda yashaganmiz. Biz tabiatda yashaganmiz. Bola yoshligidan birinchi o'rinda tabiatni o'rgansin, chiniqsin. Farqi yo'q. Qishmi, yozmi, yomg'irmi, issiqmi farqi yo'q. Chiniqsin. Bola o'rganmasa, o'nchoq olib o'ynashdi. O'sha boridan cho'p bo'ladimi, tosh bo'ladimi, loyqum bo'ladimi, o'rganib bola fantaziyasi rivojlansin va chiniqsin degan ma'noda shu o'rmon bog'chalari tashkil qilingan va nemislar ayniqsa jon deb bolalarni o'rmon bog'chalariga beradi. Albatta bizga ham o'rnak olsa bo'ladigan jihati ekan. Albatta. Bizda endi gapingizni bo'ldim. Bizda bu narsa unchalik muammo emas, chunki bizda mana uyda hovlilar keng, haligi muammo emas. Bola bemalol mahallada o'ynab yurishi mumkin. Bu yerda unaqa imkoniyat yo'q. Shu uchun ham. Hamkorligimiz uchun juda ham katta rahmat sizga. Rahmat sizga. Shaxsiy faoliyatingizga ham, kasbiy faoliyatingizga ham butun jamoamiz nomidan o'zimni cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Hamkorligimiz shu yerda to'xtamaydi. Hali yana juda ko'plab mavzularda siz bilan birgalikda hamkorlikni yo'lga qo'yamiz deb o'ylayman. Chunki bu sizni albatta kasbingiz bilan ham bog'liq.
Oilangizga tegishli xotirjamlik, o'zingizga hamisha sihat salomatlik tilaymiz. Yaxshi yilda ko'rishaylik Ziyoda begim. Rahmat katta, sizlarga ham Rahmat. omad tilaymiz. Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p, rahmat. Xayr.